hayatınızda izzettin bir piyalı sunğanlarga, hürmettin bir çilek qaytırın. Hayatınızga xuşallık ata qılğanlarni hergiz unutmang. Sizga arziyat yetkizganlarni kechirib eting. Ammo beshingizga kun tushganda tashlab ketganlarni unutmang. Shundoq insonlardan bo'lingki, obro'yingizni qayirib qo'yib, boshqalarga xushallik bag'ishlay oladigan. Hayotimiz mushundoq insonlar bilan go'zal. Na sabab, qaysi daqiqalarda ketishimiz aniq bo'lmagan bu safarda esil tilaklarimiz bilan xayrlik sahar deyishimizning o'zi bir g'animat. Hayot hamon oxirlashadigan bir yo'l. Bu yo'lning oxirlash nuqtasi qachon? Bu hech kim bilmaydigan bir sir. Qosh bilan kirpik orasidagi bu hayotni qadrlang. Kesel karvetidagi shu og'riqning g'uborsiz ko'zlari, hayot, men sana tig'i qonmagan edim deb yosh to'kmoqda. Qadamlari xato besilish sabablik jazo kutayotgan bir yurak. Ey hayot, men seni qadrlamadim deb tepchaklamoqda. Yoshlig'ida nodonlik qilgan bir ozg'uchi, hayot, manga berganlaring barhaq, to'g'ri bo'ldi. Men hayotda nodonlik bilan o'tgan deb pushaymonni oladigan qochi izdimakda. Ömrünü obro'y parastlik bilan o'tkazgan bir notivan, men butun hayotimni mushundoq katta o'ylab qoptiman deb azob chekmoqda. To'g'ri. İnsanlar oldida baslashish to'g'ri kelsa, har kim o'zi qilgan yaxshi amallarining oz ko'pligi to'g'risida baslashishi kerak edi. Hayotning ma'nosini tushungan inson抖音